Bu videoda kursiz sotuv uchun qanaqa qilib to'g'ri progress qilishni 7 ta qadami bilan bo'lishaman. Agar siz ekspert bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman, chunki bu videoda kursiz sotuviga to'g'ri, kerakli, maqsadli auditoriyani yig'ish qadamlarini ko'rib chiqamiz. Agar siz infoprodyuser yoki ssenarist bo'lib ishlasangiz ham videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, chunki bu videoda beradigan ma'lumotlarim ishingizda qo'llab, yaxshigina kutilgan natijalarga erishsangiz bo'ladi. Xo'p, demak boshladik. Bugun siz bilan bu videoda nimalarni gaplashamiz? Bugun men sizga asosan progress haqida gaplashamiz. Ya'ni progress o'zi nima? Progressda nimalarni o'zi ochib berish kerak, nima narsalarni ko'rsatish kerak emas yoki-da o'zi storiesingizda nimalarni ochib berish kerak shu haqida gaplashamiz. Undan tashqari, kursingizni zapusk qilayotgan paytingizda to'g'ri ketma-ketlikda progress qilishni 7 ta sinalgan usuli bilan bo'lishaman. Videoni asosiy qismiga o'tishdan oldin o'zimni sizga tanishtirib o'tay. Men Umida 2 yildan beri progress ssenaristlikka fokus qilib, shu bozorda ishlab kelyapman. Hozirgacha 30 dan ko'p loyihalarda, zapusk loyihalarda progress ssenarist bo'lib ishladim va muvaffaqiyatli keyslar bilan mijozlarimga yaxshi natijalar ko'rsatib berdim. Umumiy raqamda pulda gaplashadigan bo'lsak, umumiy zapusk loyihalarim 500 mingdan ortdi. Va undan tashqari qurilish sohasida ham o'zimni faoliyatimni yurgizib kelaman. Qurilish sohasida 400 dan oshiq uylarni sotuviga o'zimni ssenariylarim bilan hissamni qo'shdim. Bu ekranda ko'rib turgan ekspertlaringiz, men ishlagan ekspertlarning ba'zilari ko'rishingiz mumkin. Alisher Sayev, Mahsuma Shirmetova, Paruski, Avtomuallim, Ra'no Mo'minova, Kamol Digital, Jahongir Prank, Yakub Shadisha, Vigrov Invest, Sarvar Zaynutdinov va shu kabi yana boshqa ekspertlar bilan hamkorlikda ishlab, ularga stories orqali, Telegram kanali orqali o'zlarining info mahsulotlarini sotishga o'zimni hissamni qo'shib kelgan. Asosiy qismga o'tamiz. Demak, boshladik. Progress nima? O'zi progress ko'pchilik biladi, bilmaganligini aytib o'taman. Progress bu qizdirish. Qizdirish deganda qanaqa? Masalan, olaylik, sizni xizmatingizni, sizni mahsulotingizni umuman tanimaydigan begona odam bor va siz unga sotmoqchisiz o'zingizni kursingizni. Har xil nisha bo'lishi mumkin. Psixologiya kursi, ingliz tili kursi, rus tili kursi, biznes kursi, har xil sohadagi kursingizni sotmoqchisiz. Ana endi mana shu sizni tanimaydigan odam to sizni mahsulotingizni sotib olguncha bo'lgan jarayonda ana o'sha mijozing sizga progress bo'ladi, ya'ni qizdiriladi. Bunga o'zini yo'l yo'riqlari bor, o'zini qonun qoidalari bor. Mijozni to'g'ri jalb qilish, o'zingizni to'g'ri brendingizni ko'rsatib berish, qisqa qilib aytganda o'zingizni ishonch qurish, mana shu narsa bizda progress deyiladi ekan. Va oddiy tilda, sodda tilda tushuntirsam, mijozingizni miyasida har xil o'y-xayollar bor sizga nisbatan. Va siz to'g'ri progress qilganingizda mijozingizni miyasida takoy pitichka yonadi. Ya'ni sizga nisbatan ishonch bo'ladi, sizga nisbatan pozitiv energiyada bo'ladi va sizning mahsulotingizga qiziqishi bo'ladi. Va mana shu narsalar to'g'ri ketma-ketlikda bajarilsa, sizning mijozingiz sizdan albatta info mahsulotingizni sotib oladi. Progressda olaylik, stories oladigan bo'lsak ham, Telegram kanal, boshqa narsa deymizmi? Umuman sizni blogingizda 3 ta asosiy poydevor bor. Buni men o'xshataman. Uyda hammamiz bilamiz, uyga qurilish eng tegi qismi fundament bo'ladi, to'g'rimi? Любой blokni 3 ta narsa fundament hisoblanadi. Bularning birinchisi shaxsiyat. Ya'ni o'zi shaxs sifatida kimsiz? Shu narsani siz blogingizda ko'rsatib borishingiz kerak. Istalgan siz info mahsulotingizni sotmoqchimisiz? Birinchi o'rinda sizni odamlar shaxs sifatida tanishi kerak. Bu bo'lishi mumkin yoshingiz yoki-da qayerda tug'ilgansiz, qanaqa oiladan chiqqansiz, qayerda o'qigansiz, nimalarga qiziqasiz, qanaqa qilib bu o'zingizni sohasiga kirib qoldingiz, mijozlaringiz bilan qanaqa qilib tanishdingiz, kimlarda o'qidingiz, ustozlaringiz kim, hayot tarzingiz qanaqa, qayerda yashaysiz, kimlar bilan yurasiz, shu narsalarning hammasi sizni shaxsiyatingiz kimligi haqida gapiradi. Va progressda ham men aytaman, har bitta ekspert shaxs sifatida o'zini blogida ochish kerak. Shundagina maqsad qilgan o'sha katta zapusklarga erishsa bo'ladi. Undan tashqari yana bizdagi asosiy ikkinchi instrumentimiz bu ekspertlik. Ya'ni ekspertlik deganim, siz o'z sohangizda qanchalik mutaxassisiz, shu narsani siz blogingizda ochib berishingiz kerak. Ko'pchilik mutaxassislarni, yaxshi ekspertlarning xatosi, blogida ko'rsatmaydi, mijozlari zo'r, daromadi yaxshi bo'lishi mumkin yoki-da ishini sifatini zo'r qilib berishi mumkin. Lekin ularning xatosi Instagramda, Telegramda yoki-da blogida ana shu qilayotgan ishini ko'rsatib bera olmaydi. Ming zo'r ish qilsa ham yaxshi ko'rsatib bera olmaydi. Lekin yana boshqa ekspertlar bor, ular unchalik ham zo'r bilmaydi sohasini-da. Xizmati ham unchalik zo'r bo'lmasligi mumkin. Klientlari ham unchalik ham nima desam ekan, xursand bo'lmasligi mumkin, lekin ular blogini Instagramda zo'r yurg'izgani uchun
kerak bo'lsa mana shu kuchli ekspertlardan ham ko'p topadigan holatlari ham kuzatiladi. Shuning uchun men aytaman, har bitta blogda shaxsiyatdan tashqari odam ekspertligini ochishdan uyalmasligi kerak. Ko'p mutaxassislarda bo'ladi, "Voy shuni ham ko'rsatamanmi? Voy shu narsani ham odamlarga aytamanmi? Voy bu melochko" deyshadi, lekin bu narsa sizni blog yurgizishingizdagi juda ham katta asosiy instrumentlardan bittasi. Xo'p, undan keyingi bizadagi 3-chi asosiy instrument bu mahsulotingiz bo'lishi. Olaylik, siz shaxsiyatingizni ochdingiz, ekspertligingizni ochdingiz, lekin siz blogingizda hech nima sotmayapsiz. Content qo'yasiz, reels qo'yasiz, stories qo'yasiz, hamma narsangizni bor fokusingiz emas, endi qanchadir ma'noda energiya beryapsizlik, lekin u joydan soqqa kelib turmasa, u joydan pul kelib turmasa, siz nima qilasiz? Katta ehtimol bilan blogingizni yurgizishni to'xtatib qo'yasiz. Va o'shaning uchun ham bu narsa, ya'ni mahsulot sotilishi kerak blogda. Endi birdaniga boshda blog boshladim, bo'ldi, davay endi kurs sotaman emas. Qanchadir muddat siz tekin qiymat berganingizdan keyin auditoriyangiz o'zligi sizdan mahsulot so'rashganda, ya'ni pulli mahsulotlaringizni so'ra boshlashganda, siz bemalol o'sha zapusk qila olasiz, mahsulotlaringizni odamlarga taqdim qila olasiz. Mana shu 3 ta narsa bo'lganda blogingizda haqiqatdan o'sish bo'ladi. Blogingiz haqiqatdan o'zingiz ham mazza qilib qilasiz, ham sizga blogingiz pul olib keladi. Tasavvur qiling, sizni blogingiz borda, siz u yerda ekspertlikni ko'rsatyapsiz, mahsulotingiz ham bor, lekin shaxsiyatni ochmaysiz. Nima bo'ladi? Tasavvur qiling. Siz odamlarning ko'zida очередной ekspert ko'rinasiz. Ya'ni ma'lumot beradi, bo'ldi. Odamlar sizga qiziqmaydi, chunki siz shaxsiyatingizni ochmagansiz. Odamlarga inson sifatida kimligingizni, o'z qanaqa odamligingizni ko'rsatmagansiz. Bunaqa holatda sizni sotuvlaringiz kutganingizdek bo'lmaydi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, blogingizda siz emas, qanaqadir robot turib, tekin informatsiya berib turgandek bo'ladi. O'shaning uchun ozgina blogingizni jonlantirish uchun shaxsiyatingizni ochishingiz kerak. Yoki bo'lmasa, olaylik shaxsiyatingiz bor. Shaxsiyatni ochyapsiz, lifestyle o'tga borganingizni qo'yib yuribsiz muntazam storieslaringizda. Olaylik, ekspertlikni ham ochyapsiz, ya'ni ekspert sifatida o'zingizni ham ko'rsatyapsiz, lekin u yerda hech sotmaysiz. Bunaqa blogda obunachilaringizga yaxshi bo'lishi mumkin, lekin siz hech nima sotib ololmagandan keyin, siz ham o'tda yaxshi pul topmaganingizdan keyin o'zingiz ham bu narsani tashlab qo'yish ehtimolingiz bor. Yoki da olaylik, shaxsiyat bor va mahsulot bor, ekspertlik yo'q. Bunda nima bo'ladi? Bunda siz qanaqadir reklama sotishingizga to'g'ri keladi, bundoq qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni ekspertligingiz bo'lmaydigan holatda shunchaki mahsulot sotasiz va shaxsiyatingizni ko'rsatib borasiz. Bunda katta sotuvlarga chiqish juda ham uzoq vaqt talab qiladi. Birinchidan, sizda mutaxassisligingizni ochmaganingizdan keyin sotadigan narsangiz nima bo'ladi? Siz kiyim, kosmetika nimadir sotishingiz mumkin. Unda ham odamlar hozirgi kunda kiyim shunchaki kimdandir olmayapti-da, qanaqa to'g'ri kiyishni, to'g'ri stilizovat qilishni o'rgatgan odamlardan kiyim olishyapti. Yoki da kosmetikani kimdan olyapti? Yuziga to'g'ri uxudoy narsa tanlab beradigan odamlardan olyapti. O'shaning uchun siz kiyim sotsangiz ham yoki da kosmetika sotsangiz ham, boshqa bir narsa sotsangiz ham, mana shu 3 ta narsani blogingizda qo'yib borishingiz kerak. Shundagina siz Instagram olamida ko'karasiz desak ham bo'ladi. Xo'p, demak, ketdik. Keyingi muhim mavzuyimiz samarali paragrafi 7 ta qadami. Bu 3 ta instrumentni nimaga ishlatdim? Bu yerda hozir tushuntiradigan narsalarimni yaxshi tushunishingiz uchun o'rgatib ketdim. Demak, eng asosiy qismini boshlaymiz. Xo'p, ko'pchilikda qanaqa xato bo'ladi? Ko'pchilikda o'zi qadamma-qadam ketmaydi. Birinchidan, olaylik, siz zapusk qilishni boshladingiz deylik. Voy, zo'r ekan, soqqali joy ekan, bitta kirib katta pullarni qilib olaman, storiesda sotsam bo'ldi ekan, odamlar o'zi oladi ekan deb katta mashincha kutuv bilan kirasiz. Lekin o'sha zapuskingizni boshlagandan keyin har kuni sizda выгорание holati bo'ladi. Ya'ni ertalab turasiz, voy nima qo'ysam ekan storiesga, voy storiesga chiqish kerak, qo'ysammikan, qo'ymasammikan, voy nima rasm olaman, voy gapiritsam, manta shovqin ekan, voy unaqa ekan, bunaqa ekan. Yoki da ideya kelmayapti, qanaqa bir-biriga moslashni bilmayapman, nima qilay ekan, stories maker olaymikan, stories makerga bersiz, u botda parod qilgan, yoki da ssenariyni olib ishlatsangiz, u bir bo'ladi, biri yo'q bo'lib qoladi, asabingiz buziladi. Shunaqa qilib siz qanaqa bo'ladi? выгорание holatiga kirib qolasizda, zapuskingga ham qo'yib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun sizda aniq qadam bo'lsa, qayerga qarab ketayotganingizni bilsangizgina, siz yengil, osongina zapuskingizni paragrafini chiroyli qilib o'tkaza olasiz. O'shaning uchun men sizga hozir 7 ta qadamni beraman. Ana shu 7 ta qadamni o'rgansangiz va qo'llasangiz zapusklaringizda, xudo xolisa sizda выгорание, stress degan narsalardan sal uzoqroq bo'lasiz va
prografni ham o'zingiz yoqqanday qilib, storieslaringizni chiroyli qilib, agarda ssenarist olsangiz ham uni to'g'ri joy-joyida kontrol qilib qo'yib, zapuskingizni chiroyli qilib o'tkazasiz, xudo xolasa. Demak, boshladik. Birinchi qadam bizda kundalik storieslar. Kundalik storieslar bizga kerak. Sizni obunachilaringiz, sizga podpisatsiya bo'lgan odamlar faqatgina zapusk qilayotgan paytda sizni ko'rish kerak emas. Ya'ni faqatgina qo'pol qilib aytganda, siz och qolganda yoki sizga pul kerak bo'lganda obunachilaringiz oldiga chiqishingiz kerak emas. Bu juda ham obunachilaringizga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Ikkinchidan sotuvlaringiz ham o'xshamaydi. O'shaning uchun men aytaman, zapusk qilyapsizmi, qilmayapsizmi yokida nimadir qanaqadir vaziyatmi hayotingizda storiesni doimiy qo'yib boring. O'ldim deganda haftada bir marta obunachilaringiz oldiga chiqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bunda ham hech nima sotmasdan shunchaki kundalik storieslar, ya'ni qanaqa holatda siz nimalar qilyapsiz o'zi, nima narsalar bilan bandsiz, qayerga borib yuribsiz, shu narsalarni ko'rsatib borishingiz kerak bo'ladi. Kundalik storieslarda biz nimani ko'rsatamiz? Kundalik storieslarda o'zi prograflar uzoq muddatli strategiya, ya'ni obunachilaringizni ishonchini yig'ish uchun strategiya. O'zi bilasizmi qanaqa? Reputatsiya, ishonch degan narsalar bittada hammada ham yig'ilib qolmaydi. U misqollab yig'iladi-da. Tasavvur qiling, siz ham kimdandir kurs sotib olgan bo'lsangiz yoki kimdandir qanaqadir shogird bo'lgan bo'lsangiz, kimgadir narsa mahsulot sotib olgan bo'lsangiz, katta ehtimol siz uzoq muddat kuzatib ko'rib, ishlarini ko'rib, o'zi kim, qanaqa inson, shu narsalarni storieslarda ko'rib olib, keyin sotib olasiz, to'g'rimi? Obunachilaringizda ham xuddi shunaqa. Siz prosta tak chiqib stories qo'ysangiz, ular shunchaki sizga pul to'lab kursingizga kelib ustoz demaydi. Ular sizni ustoz deb hurmat qilishi uchun sizni shaxs sifatida, ekspert sifatida yaxshigina tanigan bo'lishligi kerak. O'shaning uchun biz kunlik storieslarni har kuni qo'yib yuramiz. Zapusk qilishingizdan 2 hafta oldindan boshlab har doim storieslar qo'yib boring. Borligingizni bildirib turing. Osmondan nima deydi, tarasha tushganda tap etib kelib storiesda prograf qilib ketmang. Men webinar qilaman, men kurs qilaman deb. Bunaqa qilsangiz nima desam, cringe ko'rinishingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun oldindan 2 hafta oldindan kunlik storieslarni qo'yib borishimiz kerak. Osmondan tushmasligi kerak aytganimdek. O'rtacha oylik sizga trek qilib borishingiz uchun aytaman, ya'ni esingizda qolish uchun aytaman. Bir oyda 30 kun bo'ladigan bo'lsa, odatda siz 15 kun, 20 kun har kuni muntazam storieslarga chiqib borishingiz kerak. Da bilaman ishingiz bor, da bilaman charchaysiz, da bilaman oilangiz, farzandlaringiz, o'qishingiz bordir, lekin baribir ham storiesga vaqt ajratishingiz kerak, чтобы sizga obunachilaringiz yaxshigina pul olib kelishi uchun. Xo'p, birinchi qadamni tushundik. Endi ikkinchi qadam nima deydigan bo'lsangiz, ikkinchi qadam bu sohaga bo'lgan prograf. Ya'ni o'zi siz nima sohadasiz? Mobilografiyadamisiz, defektologiya, qanaqadir dietologiya yoki target kursini sotish yoki biznes kursini sotishda, masalan, o'zingizni sohangizni blogingizda chiroyli qilib tushuntirib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ya'ni bunda nimalarni tushuntirasiz? Olaylik, o'zi sizni sohangizda pul topsa bo'ladimi? O'zi qanchalik yaxshi soha, o'rganishga stoyitmi? Shu narsalarga obunachilaringizda prekrasno, aniq-tiniq javob hosil bo'lishi kerak. Siz sohaga to'g'ri prograf qilganingizning natijasi nima bo'ladi deysizmi? Sizga natijada odamlar, sizni obunachilaringiz, "Ha, bo'ldi, bu sohada men ko'karar ekanman, bu soha meniki ekan, o'zi bu sohada pul topsa bo'lar ekan" degan xulosaga kelish kerak. Yoki olaylik, kasb o'rgatmaysiz, siz psixologiya kursini sotasiz deylik. Siz sohaga to'g'ri prograf qilganingiz natijasida odamlarda "Bo'ldi, men demak psixologiyani o'rganishim kerak ekan. Baxtli yashashim uchun menga ilm kerak ekan. Yoki men boy bo'lishim uchun menga pul psixologiyasini o'rganish kerak ekan" degan xulosaga kelishadi. Yoki siz olaylik, ozish kursini sotib olsangiz, o'zi ozish qanchalik kerak, ozmasa odam nima bo'ladi, ozmasa qanaqa kasallikni yuqtirishi mumkin, o'ziga shu narsalarni ochib bersangiz, shunda odamda "Bo'ldi, demak men ozishim kerak ekan, demak men hayotim uchun muhim qaror qabul qilishim kerak ekan" degan xulosaga kelishiga kerak bo'ladi. Endi bu narsaga qanaqa qilib erishamiz degan bo'lsangiz, mana ekranga qarashingiz mumkin. Ekranda ba'zilarini ko'rsatganman. Aslida ko'p narsalarni qilishingiz mumkin. Men sizga 5-6 tasini ko'rsatganman. Endi izoh berib o'taman. Birinchidan bu natijalar. O'zingizni кейsingizdan zo'r кейs yo'q, o'zi bunday qilib aytganda, ya'ni o'zi shu soha sizga nima berdi? Nima qila oldingiz shu soha orqali? Kontraktingizni to'ladingizmi universitetda yoki mashina oldingizmi, olaylik, yoki ota-onangizga sovg'a qilyapsizmi, yoki o'zingiz xohlagan hayotda yashayapsizmi? Shu narsalarni ochib berishingiz kerak. Yoki bosib o'tgan yo'lingiz qanaqa bo'ldi o'zi? Eng boshida sohaga kirayotgan paytingiz qanaqa holatda edingiz va hozir qanaqa holatga yetib keldingiz? Shu narsalarni siz ochib berishingiz
kerak bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari, ya'ni role model bo'lishingiz, ya'ni o'rnak bo'la oladigan inson. Buni qanaqa ko'rsatib berishingiz mumkin? Endi boshlagan mutaxassislarga siz o'zi sizdan ular o'rgansa bo'ladimi? O'zi ustoz deyishga siz loyiq insonmisiz? Shu narsani qilgan natijalaringizda, shu narsani siz natijalaringizda va kunlik hayotingizda chiroyli qilib ochib ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari yana hayot tarzini aytdik, tushundik. Hayot tarzingizni ko'rsatib, chiroyli qilib u narsani taqdim qilishingiz kerak ekan. Undan tashqari yana statistika va raqamlar ham juda muhim. Ya'ni odamlarda bo'ladi, ya'ni ish bo'yicha asosan. Voy, masalan, men targetologligini o'rgansam, men ish topa olamanmi deydi. O'sha payt siz aniq raqamlar va statistikalarni ko'rsatishingiz kerak. HR saytlaridan ko'rsatishingiz mumkin targetologlarga talabni yoki yana boshqa yo'llardan siz ko'rsatishingiz mumkin. Что sizni kasb o'rgatayotgan sohangizga, sizni kasbingizga bozorda haqiqatan talab bor. Xo'p, keyingi narsa bizda statistika va raqamlarni ko'rsatib berish. Bu narsa ayniqsa kasblarda zo'r ishlaydi. Olaylik, siz target kursini sotyapsiz deylik. 0 bo'lgan odam, sohaga endi kirmoqchi bo'lgan odamda savol tug'iladi. Men ish topa olamanmi o'zi? Xo'p, sizni kursingizga pul to'lab o'qiyapman-da, keyin menga kim ish beradi degan savol bo'lishi mumkin. Shu paytda siz aniq raqamlarda doказательство, ya'ni hujjat ko'rsatishingiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? HR saytlari, qanaqadir vakansiya kanallaridan targetologlarga bo'lgan talabni ochib bersangiz bo'ladi. Shunda odamlarda xulosa bo'ladi, demak, men o'qisam, bozorga kirsam, men ham ish topa olarkanman degan narsa. Yoki-da ozish bo'yicha kurs oladigan bo'lsak, dunyo bo'yicha yoki O'zbekiston bo'yicha statistika bersa bo'ladi. Ya'ni masalan, olaylik, dunyoning 70% aholisi ortiqcha vazndan aziyat chekadi yoki ortiqcha vazn tufayli qanchadir odamlar yiliga vafot etadi. Shu narsaga o'xshagan statistikalarni bersangiz, odamlarda sohani o'rganishga bo'lgan qiziqish ortadi. Undan tashqari yana biz sohani ochishga yaxshi ishlatadigan instrumentimiz o'zi sizni sohangiz qanaqa ishlaydi. Bu tushunarlilik deb aytiladi. Ya'ni siz bunda ko'rsatib berasiz, qadam-qadam sizni kasbingiz orqali sizni sohangizda qanaqa qilib natijaga chiqadi. Olaylik, menda ssenaristlik deylik. Men buni o'zim kurs qilayotganimda 3 ta etapga bo'lib ko'rsatganman. Ya'ni birinchi etapda 0 dagi o'quvchi qanaqa qilib ssenariy yozish o'rganadi, har xil turni o'rganadi. Olaylik, Telegram kanal, stories, reels, balobatar hammasini o'rganadi. Birinchi etap yozishni o'rganasiz. Ikkinchi etap xizmatingizni sotishni o'rganasiz va uchinchi etap siz loyiha olasiz. Mana shu 3 ta etap, ya'ni tushunarli. Bu narsani men 5 yoshli bolachaga borib ham tushuntira olaman. Ey, bu yoqqa mana birinchi yozishni o'rganasan, keyin shu xizmatingga sotishni o'rganasan va loyihalar bilan ishlashni o'rganasan desa tushunadi. Yoki-da 70 yoshli qariyaga borib tushuntirsangiz ham u ham tushunadi. Shunaqangi tilda sizni sohangiz qanaqa ishlashini podpischiklaringizga tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yana bo'lishi mumkin, bu hayotdan siz qanaqa zavq olasiz? Ya'ni sizga o'zi hobbilaringiz bormi yoki-da nima narsalardan siz mazza qilasiz? Kimgadir sovg'a berishmi yoki-da ota-onangizni aylantirib kelishmi yoki-da o'zingiz nimadir hobbi qilishmi? Shu narsalarni ko'rsatasiz va buni oxirida bunga sabab albatta kasbingiz orqali topgan daromadingiz bo'ladi. Demak, sohaga progress qanaqa bo'lishini ham tushundik. Endi bizda 3-qadam bu ekspertlikka progress. Ko'pchilik biladi ekspertligimni ochishim kerak deb, lekin qanaqa qilib ekspertligini to'g'ri ochishni bilmaydi. Ya'ni maqtanmasdan turib, to'g'ri o'zini haqiqiy ekspert sifatida ko'rsatishga ko'pchilik dovdirab qoladi, ko'pchilik bosh qotadi. Xo'p, o'zi ekspertlikni ko'rsatish nima kerak deydigan bo'lsangiz, mana men sizga tushuntiray. Mana olaylik, sohani zo'rligini tushuntirdingiz. Endi shu sohani ichida raqobatchilaringiz bor, to'g'rimi? Mijozing, sizni obunachingiz o'ylamang faqat siz obunachingiz deb. Yo'q, u bir vaqtda o'zida 3 ta 4 ta siz sohangizdagi odamlarga podpisatsiya bo'lib qo'ygan. O'shanaqa vaqtda u o'ziga ustoz deb eng kuchlisini, ekspertlik jihatda eng kuchli odamni borib tanlaydi. O'shaning uchun siz blogingizda ekspertlik sifatida o'zingizni chotki ochib berishingiz kerak bo'ladi. Ketdi. Ekspertligi progressda o'zi nimalarni ko'rsatish kerak? Birinchi o'rinda siz o'sha erishgan yutuqlaringiz, nimalarga erishdingiz, qanaqa loyihalar bilan ishladingiz, qanaqangi qimmat klientlar bilan ishladingiz, xizmatingizni qay darajada qimmatga sotyapsiz, yoki-da qanaqangi avtoritetli odamlar sizga ishonyapti, yoki-da qanaqadir kurslarda o'qidingiz, uni sertifikatlari, shu narsalarni ko'rsatib borishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, realniy danniy momentda ayni vaqtda ishlayotgan loyihalaringiz qanaqa yoki-da ayni paytda qilayotgan bizneslaringiz qanaqa, shu narsalarni ham ko'rsatishingiz kerak. Va undan tashqari yana ko'pchilik ishlatadigan va juda ham muhim narsa bu, siz haqingizda boshqa odamlar nima deyapti. Men bu gapni ko'p aytaman o'quvchilarimga, ya'ni blogda ekspertdan tashqari boshqa odamlar ham nima deyishi muhim. Ya'ni sizni zo'rligingizni, sizni blogingizni sizdan boshqa odamlar ham gapirish kerak. Men zo'rman, men chotki ssenaristman, men chotki prodyuserman yoki-da men chotki targetologman. Zo'r ozdirman odamlarni, balobattarlaringiz
o'zi unchalik ham nima deydi, odamlarni ishontirmaydi. Odamlarga boshqa odamlarni fikri qiziq. O'shaning uchun siz blogingizda sizning mijozlaringiz o'zi nima deyapti yoki sizni o'quvchilaringiz nima deyapti siz haqingizda, bozordagi boshqa prodyuserlar, boshqa raqobatchilaringiz nima deyapti, shu narsalarni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari yana ekspert sifatida o'zingiz qatlaga boryapsiz. Qanaqa mehmon spikerlik qilyapsizmi kimlardir kursida, boshqa ekspertlarni kursida yoki qanaqadir seminarlarga, forumlarga chiqyapsizmi, televizorga chiqyapsizmi, shu narsalarni ko'rsatib borishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa juda ham obunachilaringiz uchun muhim. Sizga mail tuyulishi mumkin, obunachilaringiz ko'rganda, "Vo, urovni oshib ketibdi bu ekspertda" degan xulosaga ega bo'lishadi. Xo'p, undan tashqari yana ekspertning kontentlarni ko'proq qo'yib borish kerak. Masalan, olaylik, ba'zi bir videograflar, mobilograflar bor, ular faqat qilayotgan ishlarini ko'rsatadi. Undan tashqari siz obunachilaringizga o'rgatishingiz kerak. Qanaqa o'zi kamerani to'g'rilash kerak, yoki qanaqa qilib chiroqlarni qo'yish kerak, yoki qanaqa qilib montaj qilish kerak. Shu narsalarni ham ekspert sifatida nimadir bilishingizni obunachilaringizga berishingiz kerak tekinga. Shunda sizga bo'lgan ishonch ortadi. Tekin narsangizdan foyda olgandan keyin odamlar o'zligingizdan kelib pulli narsangizni so'rashni boshlashadi. Xo'p, undan keyingisi unikalniy yo'lingiz. Ya'ni o'zi bunday olib qarasa, Xudo tomonidan hamma odamni yo'li har xilda. Birovnikini takrorlamaydi. Va biza odamlar nima qilamiz? Boshqalarga o'zimiz taqqoslaymiz-da, "Meni yo'lim hali zo'r emas, unchalik yaxshi emasman" yoki-da "Men o'zi zo'r emasman unchalik" degan xulosaga kelib olamiz o'zimiz. Lekin unaqa emas. Sizni unikalniy bosib o'tgan yo'lingizni blogingizda ochib berishingiz kerak. Boshqalarni takrorlamaydigan, ya'ni o'zingizning hikoyangiz, o'zingizning tilingiz sizni blogingizda bo'lishi kerak. Xo'p, undan tashqari yana umumiy dushmanlar. Bu ham zo'r trigger, ya'ni o'zi psixologik triggerlarni 20 tacha psixologik triggerlar bor va shu narsalardan men o'zim qilayotgan programmalarda aktiv foydalanaman. Agar sizga qiziq bo'lsa, bu narsani ham berishim mumkin. Storiesga meni atmetka qiling, video ko'rayotganingizda men sizga xudo xolisa triggerlarni beraman. Umumiy dushmanlar degan trigger haqida gaplashsak, bu qanaqa? Sizni va auditoriyangizni bog'laydigan dushmanlar bor. Bu bo'lishi mumkin ozdiradigan kurslardagi umumiy dushman. Bu nima? Bu semizlik dushman. Yoki-da biznes kursini sotyapsiz deylik. O'sha auditoriyadagi umumiy dushman kim bilasizmi? Ularga yoqmaydi. O'zini biznesi bo'lmasdan turib chiqib olib infotekanlik qiladigan odamlar yoqmaydi ularga. O'zi tadbirkor odamlar juda ham yomon ko'radi ko'rsatadiganlarni. O'shaning uchun ularga umumiy dushman bo'ladi, ya'ni biznes bo'lmasdan biznes haqida aqllilik qiladiganlar. Mana shu narsani umumiy dushman bo'ladi va siz nima qilishingiz mumkin? Xo'p, zo'r, yaxshi, tushundim umumiy dushman nimaligini. Uni qanaqa qilib ko'rsaman desangiz, blogingizda bu mavzuni olib chiqing. Ya'ni bo'lishi mumkin, qaysidir sizni o'quvchingiz shunaqangi ekspertga aldanib qolganini ko'rsatishingiz mumkin yoki-da semizlik mavzusini oladigan bo'lsa, semizlik o'sha ekspert o'zi boshida semiz bo'lib keyin ozgan bo'lsa, o'sha narsani o'sha semiz bo'lgan vaqtidagi unga yoqmagan narsalarni sanab berish mumkin, yoqmagan narsani ko'rsatish mumkin. Shunaqa qilib auditoriyada kontakt hosil bo'ladi. O'zi odamlarni yomonlik, qanaqadir shov-shuvlar, qanaqadir vohma narsalar juda ham tez bog'lab qo'yadi. O'shaning uchun siz umumiy dushmanlarni ko'rsatsangiz, obunachilaringiz sizga bog'lanishadi, kassaniya hosil bo'ladi. Undan keyingisi bu xatolarni tushunish. Ya'ni ekspertlik degani faqat zo'r emas. Xatolaringizni qilgan vaqtida qilib qo'ygan xatolaringizni, vaqtida yeb qo'ygan joylaringizni ham blogingizni ochishdan uyalmang. Men masalan o'zim blogimda ham ko'p aytaman, qachondir juda ham arzonchi bo'lib qolib ketganman, mendan juda ham ko'p foydalanishgan yoki ishlab pulim bermay ketishgan degan vaziyatlar ko'p bo'lganda va bu narsa men o'zimni o'quvchilarim bilan, mijozlarim, auditoriyam bilan bog'lanishimga juda ham zo'r povod bo'lgan. Chunki ko'pchiligi aytishgan menga, "Voy, menda ham shunaqa holat bo'lgan, voy, men ham arzonchi bo'lib qolib ketdim, voy, men ham juda ham ko'p ish qilib kamolyapman", shunaqa narsalarni menga juda ham ko'p yozishgan. Yozishadi haligacha va shu orqali auditoriya bilan kontakt ushalgan. Va aytganimdek, xatolaringizni ham blogingizda ochib, chiroyli qilib razbor qilib berishdan uyalmang. Qaytasiga o'ylashingiz mumkin, bu menga minusga ishlaydi deb. Yo'q, qaytasiga bu sizni plyusingizga ishlaydi. Aytganimdek, Instagramda meni atmetka qiling. Mana agarda Instagramni bilmaydiganlar bo'lsa, bu meni Instagram blogim. Meni atmetka qiling. Men sizga bu men bu yerda ko'rsatgan narsalarimni yana ham ko'proq qilib ko'rsatib beraman. Yana ham ko'proq nimalarni ochishingiz mumkin, shu narsalarni beraman va triggerlar ro'yxatini ham sizga bepulga beraman. Bu narsani o'zi kursimda o'rgatardim. Sizga bu narsani bepulga beraman. Xo'p, ketdi. 4-qadam endi bizada mahsulot g'oyasi. Bu narsani ko'pchilik qilmaydi, lekin qilsangiz juda ham yaxshi. Mahsulot g'oyasi nima? Ya'ni siz qanaqadir mahsulot ishlab chiqaryapsiz deylik. Siz qanaqadir kurs qilyapsiz. Qo'pol qilib aytganda shu kursingizni odamlar kursingiz boshlanishida bir hafta oldin bilish kerak emas.
kerak bo'lsa 1 oy oldin, 2 oy oldin kursga tayyorgarlik qilayotganingizni ochib boring. Uyalmang bunda. Bilmayman, ko'pchilik ekspertlar uyaladi, voy kurs qilayotganimni bilmasa hech kim. Iloji bo'lsa Telegram o'zida sotila qolsin, voy Instagramga olib chiqmay uyalaman deyshadi. Yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Siz kurs qilayotganingizda storieslaringizda ham e'tiboring, uni g'oyasini tushuntiring. O'zi qayerdan kelib qoldi kurs qilish ideyasi sizga? O'zi kimlar bilan gaplashdingiz kursingiz ustida? Odamlarning fikrini eshitdingizmi? Nima deb nomlamoqchisiz? Ichida nima darslarni o'tmoqchisiz? Shu narsalarni aktiv obunachilaringiz bilan birga kommunikatsiya qilib yoritib borishingiz kerak blogingizda. Xo'p, endi bundan keyin bizda Castev degan narsa bor. Ko'pchilik biladi, bilmaydiganlarga tushuntirib o'taman. Castev bu obunachilaringizni auditoriyangizni o'rganishda o'zi ular nima xohlayapti, shu narsani bilishingiz Castev deyiladi ekan. Va o'sha yaxshi tarafi mahsulotingizda o'sha g'oyasini taqdim qilayotganingizda auditoriyangiz nima fikrda, o'zi auditoriyangizga kerakmi o'zi sizni bu kursingiz, shu narsani bilib olsangiz bo'ladi. Va buni yana bitta zo'r tarafi, siz oldindan mahsulotingizga prograf qilib, passivni prograf qilib ketsangiz, odamlar kutishni boshlaydi. Va qachon ochiladi o'zi? Tayyorlanib turing, pulimni yig'ib turing, oyligimni ishlatib yuboraman, bo'lmasa seni kursingga yozilmoqchi edim, oyligimni yig'ib turaman, qachon qabul ochiladi deydigan obunachilar ko'p uchraydi. O'shaning uchun siz aniq sanasini ham aytib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni mana olaylik, aprel oyini boshi deb oladigan bo'lsak, meni kursimni qabuli aprel 15-sida ochiladi. Ungacha tayyorlab turinglar, pulinglarni yig'ib turinglar deb qo'ysangiz, hech kim sizga kelib urishmaydi, nimaga aytib qo'yding debda. O'shaning uchun kursingizni g'oyasini aytishdan uyalmang. Kursingizni g'oyasini aytish degani bu passivni prograf qilish, ya'ni mana qabul ochildi, yozilinglar emasda, boshida sekin berib, sekin ma'lumotlarni berib borib va oxirida bitta qabul ochganingizda shunda prodajalar ham, sotuvlar ham ko'p bo'lishiga yordam beradi. Va bunda yana siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni odamlarning fikrini storiesga qo'yishingiz kerak. Odamlar sizdan kurs so'rayaptimi, qo'ying. Kurs start qachon deb so'rashyaptimi, qo'ying, ko'rsating. Ko'rsating storiesingizda odamlar qiziqyapti sizni kursingizga-da. O'sha talabni ochsangiz, ajotaj deyiladi bu, ya'ni ajotaj effekti bo'lsa, ko'pchilik qiziqayotganini ko'rsatsangiz, sizda sotuvlaringiz ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, ketdi. Keyingisi bu bizada besplatnikka prograf deymiz. Ya'ni besplatnik bu bepul narsa berib ko'rish. Ya'ni kursingizdan oldin obunachilaringizga bepul qiymat berib ko'rish. Ko'pchilik biladi, vebinarlarni, VSL varonkalar chiqdi, seminarlar bo'lishi mumkin-da. Mana shu narsalarga ham prograf qilishimiz kerak storiesda. Chunki storieslar o'zi eng issiq, eng qaynoqliklar ko'radi. Siz fanatlaringiz ko'radi o'zi storiesni. Ularga yetmasangiz kimga yetasiz birinchidan bo'lib, to'g'rimi? Ko'pchilik o'sha xalotlikdan qilaman deb target yoqadi, boshqa qiladi, stories esdan chiqarib yuborishadi. Lekin stories ham sizga yaxshi konversiyalar qilishga yordam beradi. Webinar VSL ga prograf qilayotganda nimalarni ochish kerak? Birinchi o'rinda siz oldindan aytib qo'yishingiz kerak buni, что seminar qilmoqchiman, webinar qilishni o'ylayapman, qiziqmi sizlarga yoki bepul dars qilsammikin shu mavzuda degan narsalarni yoritib borishingiz kerak va undan tashqari auditoriyangiz bilan gaplashishingiz kerak. Shu mavzu sizga qiziqmi, shu narsa haqida to'liqroq ma'lumot beraymi, jonli dars o't beraymi, nima deysizlar deb auditoriyangiz bilan kommunikatsiya qilishingiz kerak. Va undan tashqari sizda webinarizmi yoki seminarizmi shu narsaga tayyorgarlik jarayonini ochib bering. Ya'ni nimalar qilyapsiz hozir, kechqurun 12gacha ishlab chiqyapsizmi yoki jamoat tuzdingizmi, nima narsalar bor-da, o'sha narsalarni ham ochib borishingiz kerak. Va yana bitta yaxshi narsa bu, auditoriyangiz eng asosiy muammolarini, og'riqlarini storiesda ochib, unga yechim sifatida siz bepul darsingizni yoki webinaringizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Va asosiy yana muhim narsa bu anons qilish, ya'ni sanalari bilan mana sizlarga taqdim etaman deb aytish. Shu joyda aytib keting, agarda siz prograf qilishni, ssenariy yozishni to'liq A'dan Yagacha o'rganaman deydigan bo'lsangiz, men bu bo'yicha bitta alohida dars tayyorlaganman. U darsda siz qanaqa qilib ssenaristlik orqali daromadingizni $3000 gacha chiqishni o'rganasiz. Agar siz hozir SMM mutaxassis bo'lsangiz yoki ssenarist bo'lsangiz, stories maker bo'lsangiz, hali ham o'ziga yoqmaydigan daromadda qotib qolgan bo'lsangiz, iltimos bunaqa o'tiravermang, bu sizga yarashmaydi. Tez mana shu videoni oxirigacha ko'rib bo'lganingizdan keyin men bu darsni qo'ying, bunga o'sha silkani описаниеga qoldiraman. Ko'rsangiz, xudo xolasa, ancha-muncha qilayotgan xatolaringizni tushunib yetasiz. Meni o'zimga qimmatga tushgan tajribalarni olasiz va eng asosiysi xizmatingizni qimmatroqga sotishni o'rganasiz. Bu dars ham bepul, bemalol ko'rib foydalansangiz, qiymat olsangiz, xursand bo'laman men. Foydalansangiz, xudo xolasa, sizga yaxshiligiga xizmat qiladi. Xo'p, demak 7 ta qadam 6-si bu sotuvlarni ochish.
ko'pchilik ekspertlar, prodyuserlar webinar o'tgandan keyin yo seminar boshqa bir besplatnik bergan narsasi o'tgandan keyin storiesga qaramay qo'yishadi, dam olishadi, выгорание, stress narsaga tushib qolishadi, lekin storiesda ham siz sotib ochib qo'yishingiz kerak. Ya'ni seminar yo boshqa narsa qilganingizdan xabardor bo'lmagan odamlarga o'sha storiesni ko'rib, qo'shilgisi kelganlar kursingizga qatnasha olishi uchun siz sotib ochilayotganini storiesga aytib qo'yishingiz kerak. Bunda qanaqa bo'ladi? Sotib ochilish sanasini oldindan aytib borasiz. Masalan, olaylik, webinaringiz o'tdi deylik, 3 kundan keyin mana shu sanada sotuvni ochaman va shundan keyin hamma chegirmalar tugaydi va siz undan keyin kursga yozila olmaysiz degan taklifni bersangiz bo'ladi. Va bunda siz aniq-tiniq qilib produktingiz o'zi qanaqa, nima taklif beryapsiz, nima modullar bor, mehmon speaker deysizmi, boshqa narsami, nima foyda oladi, shu narsalarni ochib berishingiz kerak bo'ladi. Va undan keyin keyslarni, otsuvlarni ishlatish eng momenti bu o'sha sotuv paytiga to'g'ri keladi. Kursingizdan oldin odamlar hali ham o'ylanib turgan bo'lsa, voy o'qiymikin, o'qimaymikin, kerakmikin menga shu odamni ko'rsatib turgan bo'lsa, siz o'quvchilaringiz eng kuchli chotki keyslarni storiesga qo'ysangiz, odamlar ko'rsa, qiziqish oshadi. O'zi ba'zi bir klientlar bor, bilsangiz agar, oxirgi taqiydigan hamma narsa, hammada o'zi kerak bunaqa klientlar, oxirgi kuniga, oxirgi soatga taqiydiganlar bo'ladi. Va ana shu uchun ham siz storiesda program qilib qo'yishingiz kerak. Va bunda siz yana ko'rsatasiz garantiyani. Agar sizda garantiya bo'lsa yoki qanaqadir bo'lib to'lash deymizmi yoki pulni qaytib berishmi, shu narsalarni ham storiesda ochib qo'yganingiz yaxshi. Aytganimdek, o'sha o'ylanib turgan klientlarga bu juda ham yaxshi povod bo'lib beradi. Va bizda to'g'ri program qilishning 7-qadami bu ajotajni ko'rsatib berish. Ya'ni odamlar sizni kursingizga haqiqatan qiziqayotganini ko'rsatishingiz kerak-da. Social proof degan trigger bu, ya'ni odamlar boshqa odamlar nima qilayotganiga qarab qaror qabul qilishadi. Shu narsa esingizda tursin. O'shaning uchun ham siz storiesingizga aktivni qo'yib boring. Sizni boshqa obunachilaringiz nima fikrda, o'sha narsani storiesga qo'yib borishingiz kerak. Va masalan bu ajotajda nimalarni ko'rsatishingiz mumkin? Bizda o'zi kursda 200 ta joy bor edi, 200 tada o'sha 400 ta odam ro'yxatdan o'tdi. Hammani ham qabul qila olmaymiz. O'shanga qolib ketmay, ulgurib qoling. Yoki keyingi potokda narxlar oshadi, hozirgisiga ulgurib qoling. Yoki keyingi potok qachon bo'lishini bilmayman. O'shaning uchun hozir yozilib oling degan ajotajni berishingiz kerak. Bundan maqsad odamlarni shoshiltirish, ya'ni tezroq qaror qabul qilishga undash. Xo'p, videoni shu joyda eksklyuziv, o'zim 7 ta qadam degandim. Yana bitta juda muhim narsa bor. Bu muhim narsani ham qo'shkim keldi. Ya'ni buni 8-qadam deb o'zingizga olsangiz ham bo'ladi. Bu ya'ni post progress. Bu narsani ham ko'pchilik ekspertlar qilmaydi. Qilsangiz sizga yaxshi. Siz auditoriyangiz oldida chestniy bo'lgan bo'lasiz. Ya'ni bunda qanaqa bo'ladi? Kursga joylar to'ldi, biz belgilagan joylarni to'ldirdik. Kursimiz уже start bo'lyapti. Endi kursga yozila olmaysiz. Yozilgingiz kelsa, keyingi potok kutishingizga to'g'ri keladi degan narsani qo'yishingiz kerak. Va bunda kursingizga yangi qo'shilgan odamlarni, o'quvchilaringizni atmetkalarini, ya'ni kursingizga qo'shilganlik haqidagi storiesga atmetkalarini qo'yib borsangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni odamlarni nima desamki, ichi qiziydi deydimi yoki-da sizga bo'lgan ishonch ortadi deydimi, shu narsaga ham yaxshi ishlab beradi. Va bunda birinchi darsi o'zidayoq o'sha o'quvchilaringizdan otsuvni olib kerak bo'lsa, fikrlarni qo'yib borsangiz, yana ham auditoriya sizni ekspert sifatida, kursingizni zo'r kurs sifatida tasdiqlashadi. Shunaqa qilib bizada ana o'sha siklni qaytaraveramiz. Ya'ni 1-qadamdan to 8-qadamgacha qilasiz, bitta zapuskda bo'ldi. Keyingi zapusk qilmoqchi bo'lsangiz, yana shu ketma-ketlikda ishlatsangiz bo'ladi. Demak, takrorlab olamiz. Programda bizada umumiy 8 ta qadam bor. Birinchidan o'sha lifestylingiz bilan qo'yib borasiz, odamlarni har doim qizdirib borasiz. Ikkinchidan sohangizga program qilasiz. Uchinchidan ekspertligingizni ochib berishingiz kerak bo'ladi va undan keyin orada qisqa muddatda o'zi kurs qilmoqchi bo'lganingizni, o'zi kursingiz g'oyasi qanaqaligini ko'rsatib borishingiz kerak bo'ladi. Va undan keyin qanaqadir tekin narsa bermoqchi bo'lsangiz, webinarmi, VSLmi, seminarmi, boshqa narsami, o'sha narsani ko'rsatib borishingiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari sotuvni ochish storiesda, undan keyin ajotaj va undan keyin bizada post progress, ya'ni tugadi programdan keyingi oxirida bir marta obunachilaringiz yonidan o'tib qo'yish narsalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Videoni shotgacha ko'rgan bo'lsangiz, umid qilamanki sizga foydali bo'ldi. Miyangizdagi mana buncha bosh og'riqlar o'zi qanaqa bo'ladi, nima tartibda qilish kerak, to'g'ri qilyapmanmi, yo'qmi, ssenarist olsammikin, kimga ishonay ekan, shu narsalar xudo xolasa miyangizda aniq-tiniq yo'l xarita hosil bo'ldi degan umiddaman. Agarda siz ekspert yoki prodyuser bo'lsangiz va yaqin orada zapusk qilishni reja qilayotgan bo'lsangiz, meni sizga
taklifim bor. Ya'ni agar sizga natijaga kafolat bera oladigan ssenarist kerak bo'lsa, ko'p loyihalarda ishlagan va tajribasi yaxshi, sizga chiroyli xizmat ko'rsatib beradigan ssenarist izlayotgan bo'lsangiz, men sizga yordam berishim mumkin. Xo'p, sizga nimalar bo'yicha o'zi yordam bera olaman? Birinchi o'rinda mana shu gaplashgan storiesni progress qilishni mas'uliyatini o'z bo'ynimga olib, sizni kursingizga chiroyli qilib, storiesingizda progress qilib bera olaman. Bundan tashqari, agar siz webinar qilmoqchi bo'lsangiz, ana shu webinar kanali yurgizib va shu orqali yaxshigina sotuvlar qilishingizga, webinaringizga kamida 10% odam qatnashishiga garantiya bilan sizga xizmat ko'rsatib bera olaman. Bundan tashqari yana VSL воронка qilaman siz. VSL video ssenariylari, dajjimlari yoki VSL videoga olib keladigan target videolar, shu narsalarga ham yordam bera olaman demak. Qanaqa kafolat deydigan bo'lsangiz, mendagi asosiy sizga bera oladigan kafolatim bu webinarga 10% odam olib kirish. Olaylik, siz webinar uchun deb 10 mingta odam yig'dingiz deb pul ajratib. Targetga pul tikdingiz, boshqa qildingiz, target to'liq oldingiz, bu yerda jamoa kutib turibdi, shuncha katta kutuv bilan qildingiz. Lekin olaylik, progressingiz yaxshi bo'lmagani hisobiga yoki-da qanaqadir arzonchi mas'uliyat ssenaristga topshirib yaxshi qilinmagani hisobiga webinaringizda kam odam kirsa, sotuv uxladi deganda, zaposkingiz uxladi degani. O'shaning uchun men aytaman, prodyuserlarga ham, boshqalarga ham ssenariy qismiga, progress qismiga, ayniqsa webinar bo'lsa, pul qizg'anmaslik kerak deb aytaman. Va undan tashqari yana storieslarda bera oladigan garantiyam, ya'ni o'sha lead boshqa narsalar bilan hali ishlamoqchi bo'lsangiz, batafsil gaplashishimiz mumkin. Garantiya beradigan narsam storiesda ssenariylari taqalmaydi, xudo xolasa, ekspertni ham maksimal stress bo'lmasligi uchun 24 soat oldindan ssenariylarni tashlab berib, chiroyli qilib ishlaymiz, xudo xolasa. Xo'p, videoni shodgacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga mendan zo'r eksklyuziv taklif bor. Bu videodan keyin har bitta o'sha ishlamoqchi bo'lgan insonga men o'zimning xizmatimga 10% chegirma taqdim etaman va undan ham tashqarisi, birinchi men bilan ishlamoqchi bo'lgan, ya'ni kelishib o'qigan ikkita kishiga men 10 kishi bilan kassav o'tkazib berishni va undan tashqari yana target ssenariy 10 tasini bonus qilib yozib beraman. Xo'p, agarda siz progressingizni mas'uliyatini menga topshirishni xohlaydigan bo'lsangiz, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xudo xolasa kelisha olsak, albatta ishlashimiz mumkin. Va eslatib o'taman, men har oyda 3 ta loyiha bilan ishlay olaman. Agarda sizni nimadir bo'lib, byudjetingiz kamroq bo'lib, to'g'ri kelmasa yoki boshqa nimadir holat bo'ladigan bo'lsa yoki zapusk uchun blogingiz hali tayyor bo'lmasa, men o'zimni yaxshi shogirdlarimni sizga tavsiya qilib berishim mumkin. O'shaning uchun kontaktingizni qoldirishdan qo'rqmang. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ishlash nasib qilsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat hammaga.